Dada. Ha? To'g'ri emas-ku. Bir ko'y 5 ming oz setibsan-ku. Undaq emas-ku. Ey, kallang näket desening, ha? Qaramamsan buningga. Bu yeni tikilgan supti yaxshi o'tib tursa. Unutib qopdimi? Kallangni ishlasang bo'lmamdi. 25-26 yoshlar kirib qopmi? Mushunchalik sodini qilamsan. Xotin olamaydigan o'xshaysan sen. Menga mushlar qo'ytaq o't. Xo'shamsa. Hey, akana qaramamsan. O kun bo'yi shundaq dadangdan ayrilmay tursa, loyiq tamog'ini tez uning. Ukam, to'ppalamsiz. Rahmat. Dilshab keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha. Ishga kiraylik. Nima ishdi? Sizga bir narsa ko'rsatay. Ha. Nima bu? Aldirman. Apa qarang. To'ppani bunga esib satsak ham chiroyli ham qulaylik bo'ladi. Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz. Qandaq? Bo'ptimi? Ha, chiroyli yasabsiz. Tunagan oqshom siz uchun yasab chiqdim. Qo'lingizdan ish kelayotganjimi? Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Hay, dadisi, qarang balaga. Ular nima degan maslashgan bir juftlar? Ularning to'y kuni yiqilishib qoldi. Buningga men allaqachon tayyorlik qilib qo'ygan. Hay, anglayapsiz? Bizning to'y ishimiz. Bizning to'y ishimiz. O nima deydi? Dana. Dadam to'y ishimizni yana keyinga suraylik deydi. Nemishqa? Sen do'konga qarab tur. Men sirtga chiqib kiray. Voy, pulni yana silyaptingizku. Bugun balalarga azroqdan pul beraylik dadisi. Çekilma. Bu degan dasmoya, bildingmi? Bundaq bo'lsin ham bo'pti. Mening o'ylig'im bor. Xudam, kun o'ltirib bo'ldi. Yana pul tepishni o'ylayapmiz, sen? Voy, qudam. Tepishq tegishlik pul allaqachon cho'ntakka kirib bo'ldi. Men mo qaytay deb turgan edim. Tilimo dal vaqtida ketdilar. Meni ag'ash ketmamlar. Bo'ladi. Men maxsus sizni opirib qo'yish uchun kelgan. Bugun kim qayoqdan chiqqandi? Bizni ham tuqqantirsak. Qudam, balalarning to'y kunini dasturxon tashlagan kunini bekitib qo'ygan. Yana nimaga kayniga so'ray? Men mo xolamayman. Mening mo kayniga surgim yo'q. Biroq shu to'yliq ishida qizim ancha rozi bo'lmaganda qiladi. Voy, Shu. to'yliqning ishini kelishib bo'lgan-ku. Biz kelishgan-ku. Hamma ishni ular o'zlari hal qiladigan bo'lgan-ku. To'g'ri, shundoq. Biroq mening qizimning yana bir jup oltin bilaguzuk, bir tal uzuk, bir jup halqa, yana bir tal oltin soat taqog'isi bor ekan. Uning yana bir motosiklet og'isi bor ekan tehi. Nima? Yana bir tal aeroplan. Bu meni vayron qilib dignama bo'lmay nima? Qudam, aeroplan elib nima qilamiz? Aeroplan olmasak, poyezd olamiz, qudam. Cha. O'ziga qiyri. Bulanchining o'zligi bu. Texmini ziyon tatqizmoqchi ekan-a? Qarab tur. Qudam, nima o'ylayapsiz? Men sizlarning malikadek e'tiborli qizlarga bir o'rda satpasammi, arziydi deganni o'ylayapman, qudam. Bu ulan nima degani-da? O taş sanışı-ku, men qum sanayman.
nimani xiyol qilib ketilar qudam? Manma? Biz ikki oilaning bolalari mijozi shundoq o'xshaydi. Egiz pakaligi, o'riq semizligimi shundoq mos kelgan. Jahonning o'chitiga beribmi, bundoq mos kelgan bir juftlarni topib olmaydi, shundaqmi? Shundoq. Men shundoq o'ylayman. Ularchi Xudo qo'shgan bir juftlar desizlar, ularga bundan ortiq muvofiq odam chiqmaydi. Shunga biz ikki oila qurilishyapmiz emasmi? Albatta shundoq qudam. Biz degan quda tursak shundoq. Men demoqchi bo'lganim, qudam biz qaysi quda bo'laylik? qaychi quda? To'g'ri. Demoqchi bo'lganim, qizingiz Ro'shangulni o'g'lim ahliga bersingiz. Buningda biz texmi yaqin qudalardan bo'lmaymizmi? Cha! Hey, Ali! Ha mana. Qaytib keldingmi dada? Ama tezlikmi? Adingmi dada? Ya qarimidan. Opangga deb qo'y. Men kelguncha suv qo'shib tursin. Men bu hammangni, qudimizni olib qo'yib kelay, Cho. Qanaqkan quda? Gap bitin bu. Ro'shangul! Tez kelib yordamlash. Mana opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning bu qizingiz bilan mening o'g'lim tozi maskagidek. Xuddi qopqi zir satganga o'xshash, texmi yaxshi bo'ldi. To'g'ri dedilar qudam. Bu uyda mening deganim hisob. Biz kelishdikmi? Bo'ladi kelishdik. Dasturxon ekiladigan ishni keyin deyshaydi. Bu ishni Qurbon hayitdan avval bitirib o'tay yaqinda. Bo'ladi. Deganlardek bo'lsin qudam. Ma'qul emisa? Nima? Qaychi quda? Shundoq. Gapimni anglasizlar. Ularning qizi qanchalik to'yliq talab qilsa, bizmicha qizimizga shunchalik talab qilamiz. Meningcha bu ishdan muvofiq bo'lmabdi. Undaq emas. Baravar asosda qizimizni yotliq qilib etsak, bu noyitdi yaxshi emasmi otadisi? Ha? Biroq bizning qizimiz bir qitim to'y qilib bo'lgan tursa, Buning nemisi yomon? Bo'laverdi. Ansirmisizlar? Qaychi quda? Dadamning nima o'ylaganini zoti bilmadim. Puldan boshqa yana nima bo'ladi? Yana shu pul. Bo'ldi opa, to'yning ishidan siz ansirmang. Shernay. Ha? Sen degan jipni og'ash keldim. Ma. Hey, dada, nimishqa bundaq hipni oldingiz? Bu degan arzon. Bundaq hipni kechdi tiksa, necha kundalar pitidan tushib ketadi. Buning bilan nima qarang? Sotalisangmi bo'lmadimi? Siz bekli bexilkansiz dada. Shernay! To'xta! Hammasi sening kasobiting. Uni akilitib, mushunda qilib qo'yding. Biroq uni degan to'g'ri tursa. Xo'shamisa. Qizim, bu ishda mening gapimni angla. Xotirjam bo'l, ha? Nima? Tegmayman. Undaq sisiq mavzusi uchun o'zingiz teging. Ondaqdan nim bo'pti. Uning bir opdan hunari bor. Pul topsanglar bo'lmadimi? Uning oilasi ham boy. To'y qilgandan keyin u butunlay sening diningni anglaydi. Sen o'ng'i desang, u hargiz so'lg'maydi. Bundaq arni nerdan topsan qizim? U sening atrofingda cho'g'lab yuradi. Men-chi buni allaqachon o'ylab qo'ydim. To'yni noyda hashamatli qilamiz, ha? Seni noyda chiroyli yasab, butun shahardagilarning ko'zidan o't chiqarib etamiz. Buning uchun bir 200 mehmon chaqirsak arziydi. Sen obdan o'ylab baq. Sen degan bir qatim to'y qilib bo'lgan odam. Shon yana nazlanib o'tirma, ha?
Ondaqda bo'lmaydi. Ularning qizi qanchalik to'yliq desa, menga shunchalik elish kerak. Ma'qul. Men-chi seni hargiz ziyon tatqizmayman. Biz-chi ko'proq ish qilishimiz kerak. Sanangning to'y ish uchun oz pul xarjlamidoq. Qara bolam, u qiz-chi. Amaliyoti bir qatim to'y qilib bo'lgan bilan umri bor. Uni kelin qilsak bir tilla to'kiladigan daraxtning o'zi bo'ladi. Qandaq? Bundaq yaxshi ishni men tushimdimi o'ylayman. Biroq to'yni mushundaqli qilamizmi? O'ylaganimizga erishimiz deydiganmiz, ko'proq pul tepish kerak. Pul degan bu narsani 10 tin topadigan ish bo'lsa, hargiz bal qo'yotmaslik kerak. Ma'qul dada. Ey. Hoy. Dada, buni nima qilamiz? Qara bolam. Biz o'tikning boshlig'ining yerimiga qo'y terisi, yerimiga lata ishlatamiz. Ondan chamni chiroyli chaplaymiz. Xurumni amalba oz ishlatamiz. Ko'rdingmi? Chamni chiroyli qilib sipni o'rnatamiz. Buningda-chi ham tanarqini tejigili, ham vaqtni tejigili bo'ladi. Bir kunda necha 10 jup bitirib olamiz. Apa, bu eshak yo'lini ishlasak uzun o'tmay tuki tushib ketmamdi. Ahmoq. Qo'llarni ishlatmasang hargizmi jiq pul topolmaysan. Ancha-muncha hunar ishlatmasimi bo'lmaydi. Asli gapga kelsak, sen to'y qilsang, yili uni olaman, yili buni olaman desang, pul osmondan tushmaydigan-da, qizim. Bu ishni sana ko'zitib qo'yay, Qara, chamni o'rnatib, pashnisini joyiga qo'yibla, ustiga bir qavat sir berib, boshqa sifati yaxshi mollar qatoriga qo'ysaqlar, Rossiyaga saqligini hech kim bilmaydi. Biroq bu suvga taksila erib ketmamdi. Voy, buning bilan nima qaring sening? Setib chiqasanglar bo'lmadimi? Biz avval buningdan 200 jup tikayli, ondan rast oyoqni sotganlarga sotamiz. Ondan u yana oyoqda kelgan chaqda buni qo'shib o'tamiz. Shuning bilan pul o'zi kelmamda. To'g'ri. Oyoqning shakli cho'qim yangi ham moda bo'lish kerak. Ularning diqqatini torta olsalar, sifati bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Agar biroz bilib qilib uyga izlab kelsa, yuzimizga sat emasmi? Hey, sen-chi meni bo'sh chaqlab qapsan. Qandoq yaxshi molingiz bor? Bizning ambarda yana 5 dona subatlik gilam bor emasmi? Biz uni ip chiqib bahasini tushirib to'xtab sotamiz. Xaridorni jalb qilamiz, ondan ular diqqat qilmagan chaqda bu gilamlarni sotamiz. Qandoq amalim bo'lamdi ekan? Buni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Men-chi bir qo'lidan ish qiladigan yigitni ko'rib qo'ydim. U o'tirga chiqsa hech qanday chataq chiqmaydi. Voy, bizni tag'li beyimiz qizi. Amalimiz haqiqatan ko'pkan-chimi? Albatta, men bu g'ishqila bu oila musholga kelgan degina. Rastaysiz, apa, rastaysiz. Hisoblab boqaylik, Kendir qog'ozi biri 30 pun, lataning biri 10 pun. Xurumning arzinini ishlatsak, 200 jup oyoqda jami 4-5 ming ko'y topadi ekanmiz. 4-5 ming ko'y, qara, mana 300 jup bo'lsa-chi. 300 jupda başlayman işini dinlep üner izledip her xil zulmani koşu topuyman teplep Osman kuzu tunne ostaşlep haydi topar ben esesene Osman kuzu tunne ostaşlep haydi topar ben esesene Karanlık gece etraf dipdeniz
İşni başlayman Tümlükni dümle Beyşu dirige Tarsın yemle Ayakni kemle Takimen eple Oster kuzu Bulmaz gazem Haylallar men Mekkesiler Oster kuzu Bulmi ateşler Haydalar men Mekkesiler Azar sattım, ne sattım? Tez gelin la tez! Tügette sıkamaydı! Tez gelin la! Şahaydır yengel kırılgan ayakla! O ayak satıcı bulandı gel! Ha, bu dedi ki. Uçu, soğudak epi var, gepti bu üstüke! Sen onu köpürek ögen, ha? Azar sattım, ne sattım? Şahaydır yengel kırılgan ayakla! Tez gelin la! Aldırman la! Bir-birler gelin la! Bir-birler gelin la, ha? Mana, malsız ne? Ha, bunu da aldırmayın gelin la! Gilem setilirler, gilem setilirler. Bir parça iş güzgün. Başkalarına üstü jengem set alamayızlar. Şundak gilem, karala, şundak nefis toklagan gilem. Man karala, nime degen nefis? Çelaylak ekan? Bu gilemden tuttu. Hakikaten yaxşı. Şundak yaxşı gilem. Bu hakikaten nefis toklagan gilem. Ey kızım, avu jigitni gördün mü? Menin gözüm adam tanım diken. Gepki nime degen ustu jigit bu? O, hakikaten yet ustu diken appa. Bir parça iş güzgün. Hakikaten bekarsan. Makul. Başka jaydan istetme tapamayısılar. Şuşlanma seti olamaysılar. Gülleri şundak çıraylık. Dağları gözün çaklı tudu. Bası erzan. Tez bulanlar tez bulmasallar kalmaydı. Appa, bugün gilemle hakikaten tez yetip olduk, ha? Tez bulanlar tez. Men buralı degen o köprek pul tapkın bolsa menin gitmemni anladı. Ondaqda öydikinim echqib setib deyli. Onun tehi vaqti emas kızım. Ekki deyman. Aldırmay tursak, şundaq yaxşı setilsila kişiler aldımızga. Özü izdep keladi. Appa, hammani jilib oldingiz-ku. Uçup ketishdan qo'rqaman. Men persent ayrayman. Hey, bir ayrı kişiler turib nima persentkan u? Sana nima kerak bo'lsa epasam bo'lmadimi? Men cho'ng do'kon ochaman. Sana ep beray. Ep beray. Men holiq olaman. Ep beray. Olaman. Ma'qul. Ep berman deganligim bo'lmadimi? Dada? Nime iş oğlum? Ha? Dada, bugün ayaklarının hemmesini sattık. Hele saktı mallarını mı sattın mı? Aldırma balam. Bazarcı taza yaşlanğanda hele 200 cüp ayağını ep çıkıp bir yolunu koldan çıkarmaz. Karaptır.
Nimaga qarayapsan? Hey, Ha, hech nimaga dada. Pul degan yaxshi narsa. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa deganni o'ylayapman. shundoq bo'lmaydi o'g'lim. Pul degan erlarning qoni deb bildingmi? U pul Mak. Kelinglar. Arzon gilam. Boshqa joydan 300 so'mga topolmaysizlar. Arzon sotdim. Kelinglar. Chiroyli gilam. Yaxshi gilam. Qani kelinglar. Qani kelinglar. Kelinglar. Oldirib berib qarab boqay. Qani qarab beqing. Qandoq kel? Shundoq chiroyli. Gullarimiz shundoq chiroyli. Qani keling. Ko'p beqinglar. Kechiringlar. İki so'mma? Shundoq 2 so'm. Qara, bu gilam bo'ladi ekan juma. Gullari nafis, sipitimi yaxshi ham bahosi arzonkan. Bu 200 so'mga haqiqatan men bundoq arzon gilamni ko'rib boqmabdi ekanman. Buni chaqirib setib olib, foydasi qilsak chiqib pul topib Ha, ma'qul. Hey, gilam sotuvchi, hey! Aka, gilam olamsiz? Ha. Bu gilamning bahosi 200 so'm. Bundaq yaxshi gilamni hech narsadan topolmaysiz. Qarang, gullar nihoyat ko'rkam. Shundoq yaxshi to'qilgan gilam bu. Qarab beqing, bak arzon. Shundoq nafs to'qilgan. Yigit, bu gilamni nerede to'qigan? Bu gilamni Midırlamang, ha? Midırlamang. Hiç yok da? Çatak yo'q. Hiç yok. Gilam olamsiz? İlişni alaman. Her birisini 5 so'mdan tushirib bersang, men hammasini olaman, qandaq? Bo'lmaydi. 1 so'mni tushirishga hargiz bo'lmaydi. Shundoq bo'lsin, afka. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, kelishdik, ha? Har birisida 5 so'm tushirib ber. Bo'lmaydi. Bo'ldi, qila kelishdik. Bo'la. Qo'lingni qo'y. Kelishdik, bo'ldimi? Kelishdik, ha? Bu siz har bir gilamda 5 so'mdan tutib qolaman deb yana hamma puldan 5 so'm tutib qolibsiz-ku. Nahayt shu 5 so'mga ofka. Men bo'ldi, sotmayman. Bo'ldi. Ay, to'xtat tur, hemen beray. Qo'lingni acha. Qo'lingni ber. Voy, olam mana. Bu navatni sana bekaga berdim. Bu Mana. Bo'ldi. Qaramaqni olasiz, mana. Bo'ldi, aldırmay turing. Mana. Aldırmay turing, ha. Shanxaydan keltirilgan esil oyoq. Qirimida masala yo'q. Chatoq yo'q. Oyoqning sutida masala yo'q. Mana sizga. Sizdan bir nima dedim ha? Bo'ldi, aldırmay turing. Ondan bazağı çıksa. Mana mavzu sizdan. Hey, ayak satqıcı. Bu ayakta yana qanchalik bor? Oyoq olamsiz? Alay degan. Hammasi shu. Ay, biroq bir qimmatkan. Siz hammasini menga 80 tiyin tushirib bering, qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, men hamon olaman dedim ku. Qarang bu ishga ayolcha oyoqqa. Bek chiroyli ekan. Amma saf tugab ketdikmi? Hey, abba, qarang. Abba. Bo'ldi, men bo'lmaydi. Bir tiyin bo'lsa bo'lmaydi. Sotamayman. Hey, bu pulchi hargiz kam emas. Ila buni. Siz nimanda qamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Bek arzon bo'lib ketdi. Qulda berdigan siz asingizchi. Mening tumuqim. Hajabmi yarashdi. Menga chiroyli. 50, 60, 70, Bu ishkisini o'zimiz kelaylik, ha? 100. Bu ishkisini mi aldık? Sizga deb qo'yay, pul hargizmi kam emas. Ha, obdan sanab qo'yib. Ma'qul. Dilshod. Mana. Apa? Nemish? Bu yoqqa kel. Bu eshikni ko'tarib ustiga ib chiqib baygin. Avayla, ha?
Nima degan ig'ir? Qanday qimmatli narsa bu? Hammasi sizlar uchun bolam. Sening to'y ishing buningdimi ig'ir? Qarag'ana, bu xurum oyoqlar ham arzon, ham chiroyli qara. Arzamalning yaxshisi yo'q. Osh. Sen nimani bilatding? Savdo qilishni bilmasan, qaysi oilaning qizi sen tegishga jur'at qila oladi? Opa, Osh, ne turg'ana? Hey, abba, akangni ko'tirish beray. Voy! Bu material setib oladigan pul. Bu boshning puli. Buni to'yga ishlatay. Buni opamga beray. Dada, men sizga bir narsa setib oldim. Dada, qarang, bu chapon bo'lant ekan. Ha? Dada. Ha? Kimning bu? Sizga setib oldim. Voy. Kiyim elib nima qilasan deyman, mening botursa. Dada, bu bek ko'nirab ketibdi. Almashtiradigan vaqtim bo'lib qopti. Shuni setib oldim. Bo'ldi, qaytirib at. Men kiymayman. Sen to'y qilsang, pul ketadi. Akang to'y qilsa pul ketadi. Ammisiga pul ketadi, pul. Mening nima buncha ko'p pulim bo'lsin? Buni cho'qim xil jiq pulga olding. Qaytirib at, eng yaxshisi. Menga qaytirib at. Oy can. Nerede? Abba, bekle şahsiyet ekansiz jumu? Osh, aynaki qarashning shaxsiyatchilik bilan nima munosabati? Appa qizim, qarag'ana, bu kiyimlarim yarashibdimi? Voy, abba, bo'pti. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ey, qarab boqaychi, bo'libmi? Bu oyog'ingiz xuddi kinolardagi oqsoqlardek. Yo'q. Malikni opsidagi bo'libsiz. Bu ayak chiroylikmikan? Menchi bu oyoqni kiyib to'yga boradigan bo'lsam, shahardagi hamma xotinlar qarab og'zini ochib, "Haviqib qoladi" desalar. Menikiga qarang, dada. Menikiga qarsalar? Menikiga qarang. Ro'shangul. Ha, mana keldim. Mayli. Yuraman. Talayxoja, tinchlikmi? Qanday? Tinchlikmi? Tinchlik. Mayli. Chiroyli bo'lib ketibsiz. Ro'shangul, bo'ldi sakrmayman. Bo'lmasa oyog'ini paskan qilib olasan. Voy, abba, undaq bo'lmaydi. Qarang. Nima degan chiroyli oyoq bu? Nereden aldın? Shangaldan aldım. Haqiqatan chiroyli ekan. Talayxonaja, oyog'ingiz bek chiroyli ekan. Nereden setib oldingiz? Bek chiroyli ekan bu oyoq. Bu oyoqni-chi, irqi nima? Malayziyadan kirgizilgan ekan. Bilamsiz, bu oyoq faqat ikki juftla kirgizilib ekan. Qizim bilan ikkimiz setib oldik. Bek qimmat. Menlar
Ben yoqtirib qalsam, pul bilan hisoblashib o'tirmayman. Albatta, ma'lum o pulga tushliq bo'ladi-da. Shu emasmi? Men odatda baho talashmayman. Faqat yoqtirsam setib olman. Pulni hajmay nima qilamiz? Voy, bek chiroyli oyoq ekan bu. Rahmat. Mening mo setibag'im batdi. Lekin tak qimmatgan. Azroq bo'lgan bo'lsa-chi qashki. Yur ola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ostan. Qani, o'tirsizlar? Qani, baxtir. Hey, oldurada qizib ketdi. Berib ko'rib kelaylik. Yuringlar. Ko'rib kelaylikchi. Ay, Taleyxanachi, oltirak berib ustoynab bu import qilgan oyog'ingizni hammaga ko'zitib qo'ymamsiz. Yuring. Yuring. Oyey. Voy. Qara. Bu Malayziyadan import qilgan oyoqni ajrab ketar ekan, ha? Nemish bu? Qarimiz nima? Nima qaranglar, ha? Ajrab kelsa nima bo'pti? Ajrab kelsa meni oyoqim ajrab ketdi. Ish qilib men bu oyoqni bek qimmat olgan. Oyey. Isvagan zipo zinnatlarimmi? Necha ming so'mlik keladi? Tek kulib meni maza qilib ketishni. Oyey. Rakimni qara. Kulayveringlar. Kulibcha inkinglar tushib qolsin. Osh, ketaychi. Ne bo'lgandi? Opla. Ay. O'zdo'z, nimishqa meningda qeri xotini aldaydi deyman. Kishilarning oldida yuzimni qamidi. Buni lekin kishilarga qanday qarayman? Yuzim bak tushib ketdi. Bo'ldi, apa. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men burilla azam go'shning sho'rpisi yo'q desam, meni ahmoq deb tilladingiz. Hozir ba'zi odamlar-chi pul tepish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hey, apa, siz doim yuvashni bo'zak etmasak, qiyomat so'rig'i bo'ldi dedingiz-ku. Nima? Men ochiq yutib yotsam, sen meni maza qilyapsan. Yo'qol. Buni o'zingiz degan-ku. Og'zim ushim, ko'zimdan yo'qol. Ha, ma'qul. Yo'qol deyman. Nima ish bo'ldi? Bu nima qilinglar xudo? Kechiring, bu atrofda bir oyoq sotqichini ko'rdingizmi? Ha? Qanday oyoq sotqichi? Beshiga teri tumaq kiyib olgan odam. Tarafga berib istab beqing. Baba, gilam olamsiz? Olaman. Qancha parcha bor? 10 parcha.
Süpütü naydi yaxşı. Qarang, qarab beqing. Qarang. Bo'lamdi ekan. Yigit, buni ko'rdingizmi? Bu eshak yo'ng to'qilgan gilankan emasmi? Pulga yaramaydi. Eshak yo'ngida? Shunda qaramamsiz. Qaramamsan yigit, men aldaydigan bitim. Roşengül, tapaladın mı? Tapamadım. Pulu meni putlarım üzülüp gidey dedi. Yenik ayakçıdan karşısını görünmeydi. Esta, endi qandaq mı qılaman? Bu ölgür aldamçı həcəb tezlə yoqab ketibdi dese. Ah xuda, emmіңla yaramaz pikar talepler. Ah xuda, yalnız özüm bek izdey. Apa, nemege qaravatısız? Gep qılma. Gel şu əbləx. Mən onun putini çekvetmeydiğim bolsam. Apsi asırak men Allah. Mən onun tomuğundan tonub aldım. Onu herkes kaçırıp koymayman. Onun peşini yer etmesem hesap emas. Vay benim tomukum! Vay tomukum! Apa! Sen bir tez adamı çakır. Bunu kaçırıp koş kare. Tomukum! Benim tomukum! Benim tomukum! Soktu deymen! Soktu! Bu aldamcı! Aldamcı! Soktu deymen! Soktu! Aldamcı! Soktu davası ben! Qaysı qalan günahımğa meni bundaq jazalaysan? Oy ey, oy ey, oy ey. Bulama. Yardım edin. Meni yulvasanlarçı. Oy ey. Ovaylan. Oldurma ya. Oldurma. Ovaylan. Gözümün işlemini kömeği batırdı. Bundaq qılaman. Ovaylan. Elə, bunu da sürtü belə. Oy. Siz ben izlep atkan hilik aldamçı emaskensiz go. Men sizni qachon aldıgan? Keçirin aka. Gözüm torlaşıp kaptı. Herkes kap olmam. Ey saran xotun! Sen benim işe karvanını kadın çıkardın tölep be! Oy ey keçirin gözüm kargo bop kaptı. Gözüm karığı bulandı bulmamda benim karım yok. Arvanını tölep be! Arvam günde 30 son tapalaydı. Sen bana 200 son tölep versen. Eğer tölep vermeydiğin bolsam ben seni herkes boş koyup etmeymen. Anladın mı? Oy aka keçirin Xudanın hakkı hürmeti bilen bana yardım kılgan bolsanız benim bir tema pulum yok. Cemaat me üçün bir yağız gep koysanlar çöhme sırtın kelgen Xudan yenimde bir tema pulum yok. Pulum yok. Pulum bulmuşsun meyli. Menence kolondaki avu altın bilezikini versen mi buludu? Oy ey, bu menin cinimle ağam bilen para ver. Ayak satıdığın aldığım çemini tükeştirdi o emdi. Apa, Dadan qini. öyde yokken. Ah Xuda, ölgür kayri. Men emirgen şor peşane. Koludunu yetişkenmigen bu ağaq degenden. Oy. Apa, zaten eşek oldu. Ha? Sorma. Aldığım çeni tutamadım. Yani iş kızsın pulunu bulap gitti. Nime? İşki sonunu bulap gitti. Hem sen tezde değil onu alıp kılaylı. Tez bulan apa, duray. Nime değil o? Özümge az. Men özümgece avazlı sepişine xalamayman. Dadısı, qoğuyan. Sen mi ye?
nima degan tatliq? Tut. Gilemning hammani yondirib kelsan go. Hech kim buni setib olmadi. Nimishqa? Ular bununla eshak yungu aralashtiribdi deydi. Söyleme! Balam! Biz aldınıptık! Asta! Nimaga qarab tursan? Tez berib izlamabsiz mi? Bu ne? Asta! Men azaldan bundoq cho'g' ziyon tortib boqmagan. Tugashdi. Astag'firullah. Nemish bo'ldi? Tugidi. Aldamchi hammani aldab ketibdi. Kim aldidi? Meni umamda. Zodi nemish bo'ldi? Tez berib izla. Berib izla. Berib iz. Nimaga turasan? Berib izla. Voy, chavoy. Tugashdim. Endi qanday qilaman? Qani kelinglar. Maramat. Kaynalarni qarshi olaman. Qani ko'ringlar. Qani. Ko'rib beqing. Bu chiman doppa. Mana bu badam doppa. Qani ko'rib beqing. Qani ko'ring. Buni ko'rib beqing. Rosa bog'dak. Yarashdi. Qani xalqancha ko'rib beqinglar. Bye. Qaytarsizlar, yana kelasizlar. Ma'qul aytibsiz. Xo'sh. Ma'qul. Yana kelasizlar. Ular do'pingizni yaxshi ko'rib qopti. Men yana xarida boshlab kelaman. Ma'qul. Rahmat Xo'sh, sizga. Xo'sh. Avaylab ma'asizlar. Hey! Bek saqlab ketgan o'xshamamsiz. Yaqay. Ohoy! Sodingiz bek yaxshi o'xshamamdi. Hammani setib olay deb qapsiz-ku. Kim deydi? Sizga bir xush xabar aytay. Men tikkan kostyumlar yarmanka qatnashtiradigan bo'ldi. Rasma? Ha? Bek yaxshi bo'pti. Qarang. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim.
Aka, gilam satgan adamni ko'rdingizmi? Ha, yo'q, ko'rmadim. Ha, nima lozim? Avar qildim. Aa tarafga bir so'rab ber. Av tarafkimi? Shundaq Ma'qul, uzun rahmat. Udolmang. Tuzit qilmay ilavagin. Rahmat. Yana qo'ldan chiqargan bir asmal bor. Bu Pul. Bundan xotirjam bo'l. Qag'alini setib bo'lsang, biraqli beraman. Apa? Ha? Nima ish? Xotirjam bo'l. Gilamni hozircha sotmay turaylik. nimishqa? Heliqqa gilam setib olgan odam seni izlab yetibdi-dek. Sen avval yoshirinib tur. Agar birasi tunib olsa, ikkalimizga yaxshi emas. Avval buni hajlab turgan ish bo'lsa. Ala, yana izdayman, jimo? Ha? Bu pul ayolimga ishga qilib kiyim setib olishga kerak. Nasbasti, u odamni topolmadim. Hey, tazimi bir yaramas nima ekansan? Yana o'zim berib izday. Dada, bo'ldi bamang. Uni hech kim tonimaydi ekan. Yanala saqchiga ma'lum qilaylik. Og'zingni yom. Yana menga avorchilik tepmamoqchimi, ha? Elam. Rahmat bolam. Mening yeshim cho'ngib qoldi. Kiyimimni unutib qoptiman. Sana qandoq rahmat etishni bilmayapman. Undaq demang, tag'a. Senandek ahmaq dunyoda oz uchraydi. Nemishqa bekordan-bekor haq sovg'a qilasan deyman, ha? Appa, o'zimga taval bo'lmagan pulni men hargiz olmayman, appa. Lay 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 lay. Ay. Bu ahmaq. Ali, tezman, sening pul silib oljimi? Ha, elib oldim. Üzüm eli olunla üzüm. Temburumuz bulanmayman. Üzüm eli olunla. Üzüm bek tatlı. Üzüm eli olunla üzüm. Üzüm bek tatlı. Temburumuzu bulanmayman. Irshangul üzüm yemsiz. Mushuni so'rash ketamdi. Üzüm bek tatlı. Yoqtirmay qolarmikin deb men Üzüm eli olunla üzüm. siz amraqmi? Üzüm Men bek kichik tatlı. o'zim yeyishni yaxshi ko'raman. 1 kilo bering, ha? Ha, ma'qul, ma'qul. Opam bizning uyga dasturxon akiradigan kuni kirim qildirman deydi. Menmi cho'qim qildirman. U kuni opamni chiroyli yasab, cho'qim xushal qilib etaman. Meningcha nurg'un jihatda alayligim bor. Hay, shundaqmi? Ha, shundaq. Men qanday qilaman? Hay. Mening akam Dilshod o'tib ketgan bir ahmoq. U ishni olmayman deydi. Tazimi qamlashmagan. Biz to'yimizni ularda qilsak hargiz bo'lmaydi, jumi? Shundaq, men shundaq o'ylayman. Mening singlimmi bir ahmoq. Umi hech nima olmayman deydi. Hay, tazimi qiziqishda bu. Ikki ahmoq bir yerga kelibdi. To'g'ri dedingiz. To'g'ri dedingiz. Ikkimizning mijozi buncha mos keldigini o'ylamabdi ekanman. Hay, siz chuchugimni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'raman. Chuchugini bek yaxshi ko'rmayman. Biz nurg'un jihatdan o'xshash ekanmiz. Bek o'xshaydi ekanmiz ikkimiz. Her ikimizde
ikimiz eside bir gitarı kullandı. Birimizi tapılmay. Boyun kısıt yürgendi. Endi bizde tipiştik. Timçaplaştık yepiştik. Endi bizde tipiştik. Timçaplaştık yepiştik. Her ikimiz eside bir gitarı kullandı. Uli asli yaratmay. Köyde boytak yatandı. Aşık meşuk bulaydı. Bunu çaksan tapaydı. Aşık meşik bulaydı. Bunu çaksan tapaydı. Men silini kessiler davatımın, kessiler. Hey. Bu neyim kığınala? Bu digen xeridarının. Meydan öpkes kandak buludu. Hey. Xeridarının bosu men boptu, ha? Öydik işlerinin zararlı karıları yok. Siledek erdim bek bizarıp kettim. Xeridarını oylaş, bizning mas'uliyetimiz. Xeridarını oylaş degenin hemmisi quruq gap. Hemmisi sahtipes. Degeninglar xata. So'da qildiganlarning ko'pinchisi yaxshi. Köpüncüsü diğerleri nemesi, ha? Sıra diğer çöp benim erim. Öldür kere. Hey. Bu xotin azroq pulni deb sarangib qolay deb qapti. Hey. Nan ilonlar nan. Hem ısık, hem mizlik. Hazırlı tonurdun kumadım. Nan alam siz. Nan alam siz. Birini bering. Bo'ldi, amay. Qudam. Oy. Qudam, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qasla. Bizning o odam aldamchini tepamidi. Sizlar yordam qilib o oyoq sotgan aldamchini tepasizlar. O meni qo'yibdi. Necha kun izlabmi topamadim. Agar men o aldamchini tepib oladigan bo'lsam, yerim uyli qilib qo'ymasam, hisob emas. Voy, qudam, sizlarga nima bo'ldi? Hech nima. Amsi nimaga qilib ketdilar? Anlasam sizlar aldamchiga oldin verib, ziyoda ochiqni verib, doim shundoq qildiqmi qopla. Hadi o aldamchini topmay bo'lmaydi. Uni adabini berish kerak. O aldamchidan. To'g'ri dedilar. Agar uni tuta olsak, cho'qim qonunga topshirib berish kerak. Hey, qudam, sizlarmi mo'zduz-ku? Qudam, mo'zduz bilan mo'zduz o'xshamaydi, Juma. Men azaldan undaq nachar ishni qilmayman. Sizlar qandaqsiga mendan gumonlanib qoldilar. Hey, qudam, gumonlanganim yo'q. Demakchi bo'g'inim, o'xshash kasbdikilarni tunimdikin deyman, ha? Ma'qul, men cho'qim surishtirib boqaman. Ma'qul, rahmat. Xo'sh emisa. Xo'sh. Bog'dek. Bu kim bo'ladi ekan? Men sinab baqsam bo'lamdi. Bu degan ayolcha. Kerak yo'q. Ayolimning bo'yi meningchilik bor. Agar menga kelsa, ayolimga keladi. Nima degan qizqarliq? Undaq bo'lsa sinab beqing. Ma'qul, sinab baqay. Bo'ladi ekan. Mushuni olay. Ma'qul, qachlab beray.
Bu neydi? Xo'sh hamsa. Rahmat. Xo'sh. Sen aldamchi! Aldamchini tutinglar! Aldamchini! Aldamchini tutinglar! Qichib ketmasin! Aldamchi! Aldamchini tutinglar! Ali tez bo'l, tez bo'l. Men hiliqi aldamchini ko'rdim. Qani? Qichib ketdi. Tez bo'linib izlaylik, sen u tarafga bor. Men bu tarafga boray. Tez bo'l. Aldamchi! Aldamchi! Aldamchini tutinglar! Aldamchini tutinglar! O kazzab! Aldamchi! Tez ishini aytinglar. Men aldamchini tutmasam bo'lmaydi. Yaxshi. Mulozim, bu ishni yeb qo'ying. Kazzab qichib ketdi. Mulozim, bu ishni yepilib qoldi-ku. Yaxshi. Tag'a kimni izlaysiz? Men bir aldamchini izlayapman. Nima? Hiliqi gilam sotgan aldamchini. Qizchaq, burutliq, egiz bo'yliq bir odamni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Efendim, shopburut bir yigitni ko'rdingizmi? Qizchaq, bir yigitni ko'rdingizmi? Shopburutliq. Yerim kim gap qilsam bir gochkanmi? Bu Recep meni g'adirib etdi. Tazimi usab ketdim. Men bo'ldi. Nima zag'irotdi? Asli bir qochganda. Keling. Keling, o'tiring. Asta. Sen saqlab turing. Voy. Xotin. Tez kelib o'tigimni soldirib qo'y. Mana keldim. Voy. Bo'la. Voy. Qandaqsiga bunda xo'p ketdi? Eliqi aldamchini qo'g'layman deb bo'lmamdi. U o'lgur aldamchi. Bek og'rib ketdi. Ey, avi o'ltirgan xotin kim u? Ha? O yezdan kelgan ekan, mijozi xo'p qapti. Uningga choy qo'yib berdim. Undaq degan. Voy. O'g'lim yezdan xotin olgan bo'lsa, men buncha avarib yurmagan bo'lardim-da. Bu mening xatoligim. Nimaga so'zlayverlar? U qochgan. Qocha? Kela, bu o'tikni soldirib qo'y. Voy. Astra tasam bo'lmamdi. Bek og'rib ketdi.
Akasi. Astraftab. Xudoyim jojisini bergay u aldamchinim. Agar uni tutib olsam, qullig'ini uzib olmasam, hisob emas. Aldamchi tutinglar. Aldamchi. O'qi chiqarmasin. Vajan, dada beni urma. Ben Ali. Men oldimga qo'ya. Yana aldamsa, Dada, ben Ali. Dada. Ben Ali. Ali? Aldamchi. Dada, aldamchi deb meni urg'unim nemiz deymi? Qanday paydo bo'lding endi? Uni tutmaydi deb qoldim men. Hozir bir bu. Aldamchi ketdi. Bo'ldi. O'yning bo'ldi balam, qan chiqdi o'tdan balam. U yaramas xotin. Men o aldamchini hamma yerda izlab yursam, sen uni uyga yushirib qo'yibsan ku. Uni aldamchiga men nadim bilaman. Sen uning shapurtini ko'rmadingmi? U ro'mol atlagan do'sta, men nadim ko'raman. Dada. Ayol qirg'a? O hiliqi bizning uydan qochib ketgan aldamchi emasmi o? Qirg'a kiyimiga, atvaga, ro'moliga xato emas. Uni qo'g'layli. To'xta. Uni qochirib qo'ymayli. Sen oqisidan qarab tur, qochib ketmasin. Men oldidan berib uning burdi bormi yo'q qarab boqay. Biz shundili bilalaymiz, Uqdimi? Ma'qul. Ali, tez bo'l. Bo'la. O hiliqi aldamchi dal shu. Qochirib qo'ymayli. Sen o'tiratdimi? Men bo'tiratdim. Ma'qul. Buni yetishib ol. Bu odam nima ekanimga kirib oladigandu. Xato emas. Hiliqi ayol jasini olgan aldamchi shu. Uning terisini ta'tir so'ymasam hisob emas. Qani elanglar. Qani, bu yoqqa keling. Qani, bu yerda o'tiring. Choy iching. Eling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani keling. Yigit, choy kel. Ma'qul. Nima degan yuzi qilib qayri bu? Bo'lmaydi. Uning o'zimni bir tunutib qo'ymaydigan bo'lsam. Ey burut. Men amal qilib uning burutini ko'rishim kerak. Bu sizni. Qani mehmonlar, av ustalga beringlar. Ko'rib bo'ldingmi? Unimsiz qayri. Sendan nima ish qilmoqchisan? Herkes xapamam. Men xato qilib qoldim. Men hiliqi burutliq mumkin-da. Quruq gap qilma. Ro'molning ichida qandaqsiga burut bo'ladi. Kechiring. Tunugun men ko'rgan hiliqi burutliq, hiliqi aldamchimikin? Mam, soqchixonaga boramiz. Mam. Men bir qiyra odam. Qandaqsiga bu hiliqi Nima u bu degan? Saqchi yo'ldosh, bu qayri ayollarni o'ldirmoqchi bo'layotdi. Yo'q. Men undaq emas. Herkes undaq emas. Men bir burutliq odamni izlayotgan, hiliqi aldamchini. O bir aldamchi. Nima deydiganda bu? Burutliq aldamchimikan? Oy. O bek og'rib ketyapti. Boynimni midir tamayapti men. Oy. Boyningni og'irg'amiz doktorni chaqirib lo'ng qo'yg'izayli, bo'lamdi. Mush og'ribatamda. Bu yachi. Bu ham og'irbatamda. Qattiq og'rib.
Mayli, qandaq ish bo'lmasin, hargiz qattiq vaqirmang. Oyay! Nima ish qilib vaqiraysiz? Men kasal manbasini tepyapman. Odam degan ba'zida o'lik, ba'zida tuvan gap qildigan tursa. Ma'qul. Men sizni hozirda saqaytib qo'yaman. Bu nima qilganingiz? Qo'rqaman. Qo'rqaman. Undaqda qaytib keting. Bir oydimi saqay olmaysiz. Qaytib keting. Ma'qul, men ko'zimni yumib olay. Bundaqda bo'ladi. Nahid yaxshi. Sizning go'shingiz chiqqan. Lo'nqi chin turdi. Buni nahid tez saqayib ketadi. Xotirjam bo'ling, Xotirjam bo'ling. Men bek usab ketdim, lo'nqi tushib ketmas. Tushib ketmaydi. Naqshi aytsangizmi, usul o'ynasangizmi tushib ketmaydi. Ishonmasangiz sinab beqing, Sen aldamchi, to'xta deyman. To'xta! Bu aldamchi! Hey, mening loqam! To'xta! Bu saxtbaz aldamchi! To'xta deyman! To'xta! To'xta! Hey, to'xta, mening loqam! Hey! Bu aldamchi, to'xta deyman! To'xtang, to'xtang. Nima qilasiz, Mening loqamni olib nima qilasiz? Texib pulni bermadingiz. Yana texini tilovatsiz. Qanday qilasiz? Men sizni tilimidim. Aldamchini tilovatman. Voy, haqkan. Sizni davola qilib bo'lmagidik. To'xta deyman! To'xta! Bu aldamchi! Bu saxtbaz! To'xta! Bo'yadi ekanda. Xudo o'zing bar. Nega qaytsang kim qani? Ay, o'yjon! Nima qilyapsan? Midirlama. Bo'lmasa kesilib ketadi. Midirlama. Astroq. Hey, midirlama. Şabrut kasap. To'xta! Mening pulum nega bir şey? Mening pulum. Mening holitim. Hey! To'xta! Pulum! Hey! Hey, to'xta! Mening pulum! To'pamni qaytirib ber! Holitim! To'xta! Aldamchi! To'xta deyman! Pulum! Mening to'pam! Hey! Mening holitim! To'pamni qaytirib ber! To'xta deyman! Hey, to'xtang. Mening aldamchi chiqishim kerak! Pul nima? Voy, oldirmay tursan, bilmayman. Pulimni beribsan. O'zim berayman. Hey, to'xta. Pulimni bermay chiqib. 50 deb. To'g'ri emas, men 20 og'izga tursam, mana 25 deb. To'xta tur. Bu qara, sen o'zingni ichki do'ppisini tashlab qo'y. Meni yaxshi to'pamni yetkazmoqchi. Aldandim, qo'laymi? Qodir aka. Kechiring, Akila adash. Kechiring.
Aldamçı ne? Aldamçı toxta! Toxta, ne kaçsan? Yaxşı, tutul aldım. Toxta, ninimni töle. Oy can! Oy can! Kene kile. Toxta! Oy! Kile, kemeze, ha? Kile, uy. Oy can! Oy. Oy can! Toxta birader, açıqlanma. Qara, nan ye, nan. Kene ala. Sen o aldamçın to'lg'an bo'lsang, odamga yesdaşlik qilishni bilsang, mening ninimni yeb turib, yeni meni tishlaysan, qarab tur, men qandoq o'timankin, ha? Qarab tur, ha? Oy! Nereye gel? Yok al. Yok al.
yo'qol, yo'qol. Birodar, sen tavuz qarayapsan? Shundoq. Bir o'g'ri sening tavuzliqingda tavuzlarni o'g'irlayotdi. Rostmi? Shundoq, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boya ishdan qolib ketgani bekor emaskanda. Bu o'g'ri mushning bilan necha qitim keldi. Endi buni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Shundoq ketibdi. Oyla. Ras. Tavziya. Rahmat sana. Rahmat. O Soltak, o o'g'ri, men seni saqlayotgan necha kun bo'lgan edi, seni axir tutib oldim. Men yaxshi odam, hargiz o'g'ri emas men. Ey, o'g'ri bo'lmasang nimishqa tavuz o'g'irlaysan? Ish nimishqa shuncha qolaydi? Ha? Voy, qadrlik aka, siz avval ishtingizni to'sib turing. Ha, men tushib olay. Hamma gapni tushgandan keyin deb beray. Men hargiz ishonmayman. Ishtim yaxshi odamga o'g'il qilmaydi. Men yaxshi odam. Gapimni anglang, Xudo haqqi qasam qilay, men o'g'ri emas. Ha? O'g'irlikni qilgan sari shuncha ko'p qasam qiladi. Xudoning haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, bundoq demang. Men ishtimga ishonaman. Sening gapingga hargiz ishonmayman. Chiroyingdan chiqib turmamdi. Shu turqing bilan tavuz o'g'irlig'iga keldingmi? Qarag'ana, mening tavuzlarimni qilayotganini. Bu o'g'ri. Ishonmasangiz surishtirib beqing, men guvoch deb beray. Guvochining keragi yo'q. Qarag'ana, shuncha tavuzlarim kerakdan chiqibdi. Oz bo'lgandimi? 200 so'm to'laysan. Men zinini to'lab beray. Bo'ladi. Necha pul to'laysan? Men sana 20 so'm to'lab beray. Nima deding? 20 so'm? Berib kichik bolni oldi. Undaqda yana 5 so'm qo'shay. 5 so'm qo'shsang bo'lmaydi. 30 so'm bo'lsin qanday? Sen ishtimdan so'rab baq qo'shilamdikin. Undaqda 40 so'm bo'lsin, 40 so'm bo'lsa bo'la qanday? To'li ko'tilda verme. Ona Batur. Undaq bo'lsa 50 so'm bo'lsin. Bo'lmaydi. 50 so'mmi bo'lmamda? Qandaq degan gap bu? Qancha so'zlasangmi beka? 100 so'm bermasang seni qo'yib etmayman. Bo'lmasa bu yerdan ketaman deb ham xiyol qilma. Nimanchichi? Ufka, qaytib kelmay 100 so'm to'lasammi to'lay. Men ishtimni epgat. Men to'lasam-ku bo'la. Allah. Oy, atdi yana chiqib ketib, endi qaytib keldi-ku. Qanda qolgan saqal bu. 20 yil opdi-ku dadisi. Sening ko'ngillarda faqat o'zlaringla bor. Ögüllik oğlumuz için dastıxan apırmız, bunu bilmemla. Sılının eslardı bulmasa, mening esimdi var. Ekesler, pul versler. Pul yok. Qandaqsız bulmaydı. Pul ne? Diyğanğı berdim. Bu qaysan yanıdır itizlik qıbadılı mı? Balının işi bile karları var mı, yok mu? Karım yok. Bu iş sadesini kollarını tüyşetti. Yo'qol. Ma'qul. Bu gapni o'zlari qildilar. Endi mening karim yo'q. Menmi joq to'ydim. Menmi to'ydim. Mana bu uy kerak emas.
Bana gerek emas. Karım yok. Karım yok. Müşüne kılsam bulamdı. Bu naytımı bek çıraylık bulsun. Dilshat, He? Qarab dur, ben çıkıp girey. Ma'qul. Uzun bo'ldi, yo'qolib ketdingiz, bek aldirashmi? hozir men Vangrazga ishlayapman. Mening do'ppam O'rta Osiyo va Yevropa bozoriga kiribdi. Shundaqmi, nayt yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Sizlar degan kiyim birinchi darajali mukofotga erishibdi. Nima degan yaxshi? Dadamning gapini anglasam, uning deganimi to'g'ri. Uyimizda azroq ish chiqib, ziyon tatdiq. Dadam ochiqdan bo'g'ilib qolay deyotdi. Nimaga undaq bo'ladi? Dadangizning puli borligini kim bilmaydi? Unchalik pul uni hech nima qilolmaydi. Yo'q, bu dadamga munosabatli emas. Meningcha biz to'yni oddiyroq qilsakmikin degan. Bu ya bizning tunji to'yimiz bo'lmasa. To'y qilgan bo'lsam nima bo'pti? Men 8-10 qatim to'y qilsammi, men yenilaman. Shermayning to'yligi qanchalik bo'lsa, mening to'yligim shunchalik bo'ladi. Sizga shuni deb qo'yay. Qila olsangiz qiling, qilolmasangiz yo'lingizga men. Rushangul, siz Qasım tağa, bu yoqqa keling. Sen nimaga kelding? Men bir ish bormikin deb kelgandim. Bir ishtamsan. Eliqi aldamchini texchi tutolmadim. Biroq bugun o'g'lim uchun dasturxon olibirmiz. Qo'ynimni olmadik texe, tozimi bir. Nasbasti, bu ishni qanday qilamiz ki? Qo'yni men berib akilay. Undaqda o yaxshi bo'ladi. Biroq boshqalar bayqab qolsa. Xotirjam bo'ling. Pulni menga bersangiz, yo'g'on qo'ydim bir nakab berman Qasım tağa. Ma'qul. Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qasım tağa bunchalik pulga qandaqmi cho'ng qo'y setib olib bo'lsin, kichikini paxlamni setib olib bo'lmaydi. Bu pulimiz nimaga yetadi? Mo'shinchilikda pul bor. O'zing qarab setib olasan. Bo'lib qudamning uyiga opa. Qasım tağa, men bilmasam qandaq deb boraman. Undaqda seni yengam billa opasin. Ma'qul. To'xta. Bu yoqqa kel. Yana uyga qaytirib kel. Yengam o'zi opasin. Sen borma. Ma'qul. Boshqa ish bormi? Boshqa ish yo'q. To'xta. Qasım tağa, bugun zodi sizga nima ish bo'ldi? Bo'ldi, mana. Qizlarim, tez, tatlı turumlarni tez yutinglar. Ma'qul. Aytsanlar, sizlarmi tezroq bo'linglar. Mehmonlar kelayli deb qoldi. Voy, Vaqtmi bo'lmasa. direk berib qoldi. Ma'qul, hozirda bo'lmiz. Ha. Qudam. Ayol qudimiz nimish texch kelmaydi. Vaqtmi direk berib qoldi-ku. Hozirlik keladi. U qo'yog'ini ketgan emasmi? Hozir qo'ymoq payt.
Azap ketdi. Semizli almasa tegi bo'lmaydi. Qancha cho'ng talasa shuncha ko'p pul xarjlaydigan gap. Biroq bugun degan xushallik kun. Qancha xarjlasa arziydi. Shundoq. Dilshod. Mehmonni obdan kut. Mehmonni mazak taklif qilib tur, bolam. Telefon acha? Ha? Oy, Mehmet keldingmi? To'xtab tur, ha? Hozirla tushiman. Mimallah, ağaç o'tiringlar. Mehmet, bir ish bormi? Bugun qutluq kunkan. Shuni sizga yordamlashay deb kelishim. Burnum dimandaq sezgir sening. Bugun atdigandan beri palaxshib yetishmayli qoldim. Men qarab ukam, mundaq bo'lsin. Sen berib bir harva obdan o'tin ekib baygina. Bo'ladi. Chataq yo'q. Hey. To'xta. Bu yoqqa kel. Yaqindan beri bir ish qilmagansan, ha? Yo'q. Men cho'q bir tush ko'ribdiman. Tushimda bir it hamon sening orqangdan qo'g'layotgandek. Tushingiz to'g'ri. Bir necha kundan beri bir odam ishda kenimga kirib oldi. Men u odamni azdirib qochib ketdim. Shundaqmi? Undaqda nihoyat yaxshi bo'pti. Sen cho'fkam, bek diqqat qilgin. U odam seni hargiz tutolmasin. Shundoq. To'g'ri deysiz. Men yiliq oldimjin tutib oladigan bo'lsam, soqilini yo'yib kelib, atasa bir taldan yulolmasam hesab emas. To'g'ri, cho'qim shunday qilish kerak. Xotin, xabar yuguringlar. Tez chiqing. Ayıbxonachimiz keldi. Telefon, tez chiqsin. Mana, teshikmi ayıbxon. Teshikmi sherimay. Sizlarni saqlab. Kirsa. Kirsa. Yaqir o'tsin. Qani. Bu yoqqa chiqing. Oy, aldırmay. Men keldim. Akaga nemisini qaranglar. Hech kim olmaydigan sat o'shkin akaga. Nima satchilik bu? Qozimgam nima degan bexil odam? Demak, sizlarga qaranglar. O'shkisiga qaranglar. Satchilik bu. Qaranglar akaga o'shkisini. Qudam, bu nihoyatda tasdiq tanlab akaga semiz qo'ydirma. Bo'ldi. Buning-chi öylirge ep kessizlar. Açıqlanmışlar, qudam. Yaş ballaha qo'y elishni bilmaydi emasmi? Onchilik pulg'icha o'zingiz berib ep keling. Aldamchi? Voy aldamchini tutinglar. Uni qochirib qo'ymanglar. Bu aldamchi. Ketdi bu. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'y qo'yni qochirib qo'ymayli. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'y tomga chiqib oldi. Bu yerda ekansan-ku. Uni tutinglar. Bu yoqqa chiqar. Oy. Bu yoqqa chiq deyman. U qochibdi. Uni qochirib qo'ymanglar. Uni tutinglar. Nega qochsan kel bu haramzada? Qo'yat. Nega qochsan? To'xta deyman. To'xta. Voy canım. Mana sana. Oradan aça, beni urmam. Sen beni shuncha ko'p ziyon tatqilding. Mening ko'zim hargiz qarg'u emas. Meni qo'yib o'tam. Men rostli aldamchi emas, acha. So'zlama. Menga oyoq sotgan odam dal sen o'zing. Shunda, biroq u oyoqlar mening emas. Rost gap qil. Zodi kimning, ha? Tez ayt. Demisan, seni so'zlayman. Menday. Zodi kimning? Ayt. Menday, acha, menday. Zodi kimning? Bu oyoqlar Qosim tog'amning. Men uning yordamchi pul tepish berayotgan shu, acha. Jo'ylama! Onun deganlarining hammasi yolg'on. Jinim Qosim tog'amga yolg'on so'zlamadim. Men bu oyoqlarni shu ammamga sotgan.
Men oğlum bilan qizimni aldab qudib olmoqchiman. Uxlab tushlari. Pulimni to'lasizlar, men bu ishni-chi saqchiq ma'lum qilaman. Qudam, pulingizni to'lab beraman. Biroq men bu ishni sizga ziyonkashlik qilish uchun qilmadim. Qudiligimizning yuzini qilib bo'lsa-mu, bo'ldi qilib o'ting. Bo'lmaydi. Unda qasa ish yo'q. Agar darhol pulimni qaytarmaydi ekanlar, sening qanday odamliklarini men-chi xalq olamga yeyib o'taman. Uqdingmi? Obdan qudam, vargiz bunda qilmang. Men mo aldamchiga aldandim. Hozirgacha aldamchini topa olmayapman. Pulni tezda qaytarib beraman. Bo'ldi qiling deyman xotin. Men qarsizlar, bularni-chi qaytarmay qolmayman. Mana. Mana ko'ringlar. Mana saxta oyoqlar. Men qarsizlar qudam. Buni xapmay etkazinglar. Pulimni qaytarib beringlar. Taleyxon, bo'ldi, xapimizlar, bo'ldi qizlar. Bo'ldi, xapimizlar. Taleyxon acha. O'tlarni ep keldi. Hammasi qo'rq o'tin. Hammasi o'rikning o'tini. Shabrut aldamchi shu. Seni og'ir tutib oldim, ha? Obdan tag'a, men aldamchi emas. Men aldamchi emas. Sen aldamchi emasmi? Eshak shunga aralashtirilgan gilamni menga sotding-ku, ha? Shundaq, men sotgan. Biroq bu gilam mening emas. Bu gilam mening emas. Ha? Sening emasmi? Emas kimning? Ita. Bo'lmasa seni hargiz bosh qo'yib atmayman. Ita. Bu Demsa demamsan, bo'lmasa seni qozonga tiqib o'taman. Tez et, ida. Gilam Taleyxon achamning. Taleyxon! Hepsini yüzümni tikib oldim. Sizlar menga nihoyat ko'p ziyon soldilar. Menmi bundaq to'yni qilmayman. Tez pulimni qaytarib besla. O'g'lim qizlari bilan to'y qilmaydi. Voy. Sizlar pulni qaytaramizlar, mening qizim-chi o'g'illarga tegmaydi. Tez pulimni qaytarsizlar. O'g'lim qizlarini olmaydi. Pulimni qaytaramizlar, qizim o'g'illarga tegmaydi. O'g'lim olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Hozirdan boshlab bizning aloqamiz qolmadi. Mening uchun sizlarda qudam yo'q. Uxlab tushdiring. Ham xiyol. Uxlab tushdiring. Ular kichikini pulni deb boshqalar ziyon silib, oxiri o'zlari ziyon tortishdi. Nima degan satchilik bu, ha? Kichikini pulida texmi ko'p ziyon tortdi deysizlar. Ammo gapimni anglang. Agar Ro'shangul bilan Ali kelisha olsalar, ularning barliq to'y chiqimini ko'tarishga roziman. Rost aytman. Rostmi? Albatta rost. Men deganimni qilaman hamma. Mana bu mening zakaz qilgan ish haqimning bir qismi. Sizga beray. Ularga men yordam qilaman. Bak yaxshi bo'ldi. Buncha ko'p pulni nerdan topdinglar? Hozir amgiga to'yini topgan.